Assalomu alaykum hurmatli azonaxonlar, opa-singillar, xush kelibsizlar. Ko'rishib juda ham xursand bo'ldik. Salomat bo'lishga majbursizlar. Hammanglarni shu bugungi chiroyli bayraminglar, bahoriy bayram bilan 8-mart xalqaro xotin-qizlar va erkaklar bayramidan chilqamdan tabriklayman. Shuning orasida erkaklar jamoasidan bo'lganinglarda sog' salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin, tan-joningiz sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar, bayraminglar muborak bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursizlar hurmatli ayollar. Kayfiyatda yaxshimi bugun? Zo'rmi? Eshitilyapti ayollar. Bugun maza qilinglar, bugun rosa yaylaydigan kuninglar, bugun bayraminglar, bugun bemalol og'izdan ochib olindi, maza qilib o'tirib, o'yin kulgi maza qilib yayrash kerak. Hammanglar shu chiroyli bayramdan, bahoriy bayramdan unisiga eng chiroyli bayram, musulmonlar chiroyli bayram Ramazon oyi bilan tabriklayman. Hammangiz salomat bo'linglar, xonadon tinch bo'laversin. Iftorlarni tayyorlab, xo'jayinlarga iftorlarni berib, sekin o'zinglar og'zingni ochib keldinglar. To'g'rimi hojona? Salomat bo'ling. Mana ba'zilar ko'pchilik eri xotin kelishdi, mana bu o'tirishibdi barakatli. Kecha ko'pchilik ayollarda eri bilan kirib tushganda kam edi. Xotinni sevadigan va xotindan qo'rqadigan erkaklar xotinga konsert keladi deb aytolmayman, chunki hurmat qilgandan keladi. Adasi yuring bugun konsert mazah kelamiz, desa er aytishi mumkin. Bugun choyxona, qarang choyxona bugun bayram deydi. Bugun mana bayram, bugun borishingiz shart man bilan turing o'rningizdan deyiladi. Shuning uchun bugun o'tirishda odam chiroyli bo'lib turmush qurganda ham bor, bir bilan biri mazza qilib, diydorlashib, mazza qilib yaylab ketadigan kun. Sizdan boringlar shukr ayollar, umringiz uzoq bo'lsin, tanangiz sog' bo'lsin. Chet elda Yevropada er xotin konsertga borsa, konsertdan chiqib bir piyola choy ichgan restoranga kirishadi, o'tdan chiqib aylanishadi. Unaqa erkaklar nima deydi Yevropada? Gentleman. Bizda yoshda er xotin konsertga tushib, konsertdan chiqib borib 4 ta shashlik yeb uyga borsa, shunda qayni kutaveradi. Ana o'g'limni o'ziga issiq sovuq vaqti deydi. Bir qaynona men kuyovni maqtayapti qaynona. Shukurjon bolam, mening kuyovim tilla. Mening kuyovim zalatoy. Voy bunaqa kuyov yo'q. Qizimni chizgan chizimdan chiqmaydi-ya. Voy qizimni aytganini qiladi. O'g'lim latta, xotining so'ziga kiradi deb qaylar. Chunki ayollar boringlar shu uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma narsaga xo'jayinchilik qiladigan sizlar. Voy sizlar hamma narsaga rahbariyatsizlar. Uyda ayniqsa er pul topib kelsa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Uchastkaga dom olasizlar, qaraysizlar, shunda xo'jayinchilik qilasizlar. Remontlarni shunda o'zingizlar qaraysizlar, hamma narsaga tayyorgarlik ko'rasizlar. Uni mebellarni sizlar tanlaysizlar, pardalarni sizlar tanlaysizlar. Xullas, jamiki nima narsa borki, hattoki sovchi kelsa, kuyovni ham sizlar tanlaysizlar, kelinni ham sizlar hamma narsani sizlar tanlaysizlar. Erkak kishiga tanlash huquqi yo'q. Hurmatli erkaklar, o'zi bormi erkaklar o'tirdim, tutishni ko'ryapman. Bizlar tanlash huquqimiz bor ekan, mana o'rtada ko'rdim. Aka, erkak kishi tanlash huquqi bor ekan, bir yilda bir marta. U ham bo'lsa qurbon hayitda qo'y tanlaymiz, qo'y. Bo'ldi. Shunga ham ayol ishni qiladi baribganda. Bir akamiz qurbon hayitda qo'y tanlaymiz, bozor ishga ketsa xotinlar aytdi, dadasi debdi, dadasi. Qo'y tanlayotganingizda qarab oling. Yaxshilab qarab oling, sog'lom qo'y bo'lsin degan. Erim xotinning so'ziga kirib bozor tushib qo'yni tanlab turib, qo'yni tishini sanab deyilmasdan, quloqlarini ko'rib, oyoqlarini ushlab, dumbalarni ushlab, qo'rg'alarini sanab, butun bo'lish kerak ekan. Yarim soat tiklabdi qo'yni ham deb. Oxiri sotayotgan egasi ham qaradi, "Okajonim, bu qo'yni so'yasizmi yoki uylanasizmi?" Shunaqa. Shuning uchun sizdan borligiga shukr ayollar, umringiz uzoq bo'lsin, tanangiz sog' bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursizlar. Bugungi bayram konserti xalqimizning hamma sevimli san'atkorlari, eng zo'r san'atkorlar bugun sizlarning xizmatinglarda. Bugun mazza qilib, dam olib, o'tirib, yayrab, yashnab ketadigan kuninglar. Shuning uchun hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bora bayraminglar muborak bo'lsin, hurmatli ayollar. Men birinchi bo'lib sahnaga xalqimizning sevimli san'atkorini taklif qilmoqchiman. Ustoz san'atkor, juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, o'zlari ham juda ham yaxshi inson. Yaqindagina bu insonning juda chiroyli konsertlari bo'ldi 1-mart kuni va shu konsertlarda bu insonga muhtaram prezidentimiz juda katta e'tibor qilib, juda katta nazar tashlab, bu insonga buyuk xizmatlari uchun degan unvonni, ya'ni orden taqdim qildilar. Xalqimiz sevimli san'atkori Gulduros Qarsay Chapqo'zlar, O'zbekiston xalq artisti